Oyijonlar, sizlar uchun eng kerakli narsalarni olib qo'ydim. Bolajonlaringiz uchun kerakli narsalar. Buni yutib olish uchun, ya'ni tekinga yutib olish uchun bizning o'yinimizda ishtirok etishlaringiz kerak. O'yin shartlari описаниеda yozib qoldirilgan. Mana bu birinchi o'rnimiz uchun, bolajonlar uchun vanchka, vanna oldik. Cho'miltiradigan tog'ora gradusniklari bor ekan. Bu siz bolajonlaringiz uchun kerakli. Ko'pchilik suvning haroratini bilishga qiynaladi. Agar yutib olsanglar, har 2 haftada bir marta konkursimizda bo'ladi. Bu basseynga aylanishi mumkin. Keyingisi, mana bu eng kerakli bo'lgan narsalardan bittasi, mana keyinchalik ham foydalansa bo'ladigan narsalar, mana bolajonlarimiz uchun gashshok. Bu baribir hammaga 100% kerak bo'ladigan narsa, qulay o'tirish uchun gashshok ekan bu. Bu ayollarimiz uchun bola ko'tarib yurishga kenguru deyiladi. Juda qulay. Sizni bolani siqib tashlamasligi uchun, sizni bioaurangizni buzmasligi uchun alohida bolajon ajralib turishi uchun kengurular osankangizga ta'sir qiladi. Keyingisi, bu ham mana bu yosh katta, ya'ni o'tira oladigan bolajonlar uchun ko'tarishga qulay bo'lgan, ya'ni bolani ko'tarishda qiyinchilikka uchramasligi uchun mana bunaqa belga taqadigan nima deyiladi bu? Ko'taradigan narsa deb qo'llatgan. Kerak narsa ekan, oyijonlar, rosa chiroyli narsa ekan, o'zimga ham yoqdi. Keyingisi, mana bu butilkalar, bu soskalar bilan birga ekan. Raddomda hammaga kerak bo'ladi. O'zlaringiz emirsanglar ham, keyinchalik ham baribir ko'chaga chiqsanglar suv berishga butilkalar. Bu butilkalarning og'zi oyijonimizlarni ko'kragining uchiga o'xshayotgan emishga qo'ying. Qizlar, konkursda aktiv ishtirok etinglar. 2 haftada bir marta bo'ladi. Qaysi turliligini aytmayman, bizani doimiy kuzatib turinglar. O'ylaymanki, sizlar o'yin g'olibi bo'lasizlar. O'yin g'olibi bo'lmaganlar konkursimiz tez-tez bo'ladi. Navbat bilan o'yin g'olibi bo'lamiz. O'yin haqqoniy bo'ladi.